Ismi Muhammad Rizo. 18 yoshda. 18 yosh. Qayerdan kelgansiz? Farg'ona viloyatidan. Rostini aytsam, men bundoq eshitib turib, men qiz bola ashula aytyapti deb o'yladim. Ovozingiz shunaqangi baland. Endi turkchani aytdingiz, o'zimiznikini ham aytasizmi? An'anaviyni o'qiyman deyapsiz. Hayajon bosyapti. Nima qildim senga men yorim, jamolingdan judo qilding, boshimga gardin g'amni chun sharog'i osiyo qilding. Maktab. Bu maktab. Bravo. Bravo. Zo'r aytarkansiz shularni, to'g'risi. Rahmat ustoz. Turkchani mana seriallarni ko'p ko'rasizmi? O'shatdanmi yo umuman yoshligingizdan yaxshi ko'rasizmi? To'g'risini aytsam, yoshligimdan kinolarni ko'p ko'rganim uchun keyin hozir ham ko'rib Turk turaman. seriallarini men ham yoqtiraman, menga ham yoqadi. Shu yoshlikdagi praktikalar bilinib turibdi-da. Notalar to'g'ri, чистый, toza notalar. Anvar aka, nimaga qayilmadingiz bo'lmasa? Nima Yo'q, men qilaman? eshitib turib uspet qila olmadim-da. Qarasam sizni o'girildinglar. Bizga shans berib. Da. Yaxshi ham o'girilmadingiz bo'pti. Endi kimni tanlaysiz endi? Hozir O'ylayapti, xafagarchilik bo'lmasdan ustoz. Ko'ngil ovozi ne desa shuni qiling. Ana, shoirona. Ko'ngil ovozi Shohruxxon ustoz. Urra! Urra! Tabriklaymiz. Tabriklayman. Xafa bo'lib turuvdim, menga cho'ta. Kim ovoz bermayapti deb mana. Keling komandamga. Tanikamdan o'tamiz. Omadlar, Omad. zo'r qo'shiqlar, Omad tilayman. Omad. ulkan parvozlar tilaymiz. Sog' bo'ling. Rostini aytsam, men qiz bola deb o'yladim ovozdan. Yo'q? Ha, men o'girilganimda hozir xurli qotiribdi desam, ovoz baland ekan-da, qarang. Jarangdor baland ovozi bor ekan, ha? Чистый, tiniq такой jarangdor. O'zimni komandamga bitta qiz bola olay deb o'girilsa. Qarang, ovozlari qanaqangi baland. Xudoga shukr, menga ham yaxshi nasib qildi. Ha, yaxshi. Zo'r bola, ovoz zo'r. yaxshi. Lekin opera Ular baribir maktab. zo'r bo'ldi-da. Ha, havas qilasizlar. Havas qilma, Hali hammasi oldinda, kim biladi yana esa. Havas qilma. Kim bor? Sizniki ham opera, o'zbek operasini ayttirsangiz, klassikani biladi-yu, aytadi. To'nigingdan mo'ralay. Xursandmisiz? Xursandman. Eng qiyini nima bo'ldi? Ustozlar o'giriladimi yoki o'girilmaydilarmi? Birinchi ustoz o'girilganda bemalol aytishni boshladingizmi? Ha, keyin ko'ngil xotirjam bo'ldi. Nimaga Shohruxxon tanladingiz? Ularni qo'shiqlarini ko'proq eshitib, ular haqida tushuncham ko'proq bo'lgani uchun. Tabriklayman. Siz ovozdasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, tabriklaymiz deyman.